Yangi tender boshlovchilar uchun muhim savol. YTT ochgan qulaymi yoki MCJ? Keling, aniq va sodda qilib sizga tushuntiraman. Xo'p, YTT kimlar uchun? Agar siz yakka ishlasangiz, endi tenderga kirib kelayotgan bo'lsangiz, kichik summali tenderlarda qatnashsangiz va agar boshlang'ich bosqichda soliq va hisobotlarni yengilroq yuritmoqchi bo'lsangiz, YTT qulay variant. Soliqlari oddiy, atiga aylanmadan 1%, hisobotlari yengil, tez start qilish mumkin. MCJ qachon sizga kerak bo'ladi? Agar siz katta summali tenderlarni ko'zlayotgan bo'lsangiz, davlat tashkilotlari bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, sheriklar bilan ishlashni rejalashtirsangiz, MCJ ayni sizga mos. Solig'i ko'proq va hisobotlar murakkabroq, lekin ishonch, imkoniyat va o'sish MCJ da kuchli hisoblanadi. Eng to'g'ri strategiya ko'pchilik YTT dan boshlaydi, lekin tajriba va hajm oshgach MCJ ga o'tadi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tenderga shunchaki emas, jiddiy biznes sifatida kiraman desangiz, MCJ eng to'g'ri tanlov hisoblanadi. Bizni kuzatishda davom eting. Savol va fikrlaringiz bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiring.